Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, akalar, ukalar. Bugun sizlarga juda ham noyob joyga kelib qo'yamiz akalar. Videodan uzoqlashmay like bosib tursangiz, inshaalloh ular ma'lumotini to'liq yetkazamiz akalar. Like bosib kuzatib turinglar. Xudo xolasa bismillohda videolarimiz boshladi. Bugun faqat zo'rlarni olaman deganlar akalar videoga yaqinroq kelib kuzatib turinglar. Akalar, bugun o'sha yana Uchqo'rg'onni sentridan Hojibomizdan video obzorlar boshladik. Xudo xolasa bular ma'lumotini birgalikda inshaalloh yetkazamiz. Bu sog'liqli tomoshaga emas bugun. Inshaalloh sotuvga. Xo'p, akalar, xudo xolasa tanlagan bugun istagan qo'ylaringni o'sha siraz yetishaman degan qo'ylaringni oldiga kelganmiz. Hojibi mana Hojibomlarni yana bir bor ko'rdik. Xudo xolasa qo'ylarni zo'rlarini bugun sotuvga chiqazaylar. Xudo xolasa like bosib, duo deb turinglar. Hojibi, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Salom. Xush kelibsizlar. Xudo xolasa Hojibi, qo'ylarni endi ma'lumotini to'liq o'zingiz berasiz. Biz bu yerda qo'y ko'p bo'lgan bilan qachon tug'ilgan, hamma narsasini o'zingiz bilarsiz. Daftar, ruchka qilib yozib yurgan ekansiz. Oyaga to'liqroq bugun yetkazasiz. Biz bugun obunachilarimizga inshaalloh mana shu qo'ylardan bittadan ikkitadan qilib tarqatamiz xudo xolasa. Endi Jamoliddin oldingi videolarda ko'rishgan, ko'pchilik ko'rgan, kuzatib kelyapti o'rtoqlar. Hop, shu 2022-2020-yillarda 12 ta qo'y bilan boshlangan bu narsa. Shu vaqtgacha hali bitta ham urg'ochi qo'y sotilmagan menda. Doim videolarga e'tibor berishsa, urg'och sotilmaydi, aytib qo'yinglar, deb kelingan. Endi mana 5-6 yil o'tdi. Bu seleksiya natijasi. Seleksiya natijasi. Bunga 1 yil, yarim yilda emas, 5 yil, 6 yilda yetishib kelingan narsa. Endi uni qachondir sotishga to'g'ri keladi-da. Hamma narsani o'zi nimasi bo'ladi. Endi men ko'paydi hozir, 80 tadan oshdi qo'ylar. O'shanga men aytdim-ki, shu xalq ham foydalansin deb turib chiqarilyapti. Biz obunachilarga iltimos ham qildik-da, Hoji buva. Ashuna ham aytib o'tayim. Xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab dastlabkilari o'zimiz bo'ynimizda bularni hozir liniyalarini, qaysi Qo'chqordan tushganlarni hammasini bitta ko'rsatamiz. Otaxon, xudo xolasa ona tomonidan olib qaraganda Shirokovskiy liniyaga boradi, 12 ta qo'yga borib qadaladi. 12 ta qo'ydan tarqagan bular. Bunga 1 yil kelmasdi, 5-6 yil vaqt. 6 yil mobaynida. Endi ota tomonidan olib qaraganda, bularni otasini o'zini aytsak, bularni otasi zakatni bolasi qo'yilgan, birkalar sariq birkadagilar. Hop. Qizil birkadagilar, u graf promoy bolasi qo'yilgan. Xudo xolasa bu yerda asosan zakat, hop, graflikna. Asosan graf asosan. Endi birinchi men qiziqqanim, birinchisi graf bilaman. Zakatni zo'r bilmayman. Zakatni birinchi tanishtiraylik obunachilarga. Yana arashanni masalan avatgan akalarimiz, ukalarimiz aldanmaslikka, yana buni qachon qo'yish, ashnaqalarni ham to'liqroq ma'lumotini berasiz, yana birorlar narxini ham aytib o'tib ketasiz. Bu yerda qanchadan qanchagacha bor? Bu mana qo'yimiz. Bu qo'yaniga o'ting Hojibi. Qo'yaniga o'tib, shu Qirg'izistonda mashhur zakat degan qo'chqor bo'lgan. Hop, o'ta kuchli bo'lgan, bolani yaxshi bergan. Lekin uzoq yil ishlamaganda u. Hop. O'zini qorasida o'zini tishlab o'ldirib qo'ygan haligi qo'chqorni. O'shani bolasi zakat hozir mana Chortoqda turibdi, o'zimizni qo'rada. Shogirdda turibdi. Ana shu qo'chqor qizlari bular. Hop. Bular mana shu 2026-yili yanvar, fevral qo'zilari bular. Mana sariq birkadagilar. O mana qizil birka shunda graf bo'lib qoladi. Shularga mana qizil birka grafi qizlari, u grafi bayda o'zi liniya emas, grafi promoy bollari bor bizda. Promoy bollar, ha. Grafi 2024-2025-yilga promoy bollari bor, ana shu qizlari. Mana shu qo'zi, mana hozir grafi qizi mana 23-fevralda tug'ilgan bu. Xo'p, endi buni nimasi afzal desangiz, mana ko'z bilan mana quloqning orasidagi masofani ko'ryapsiz mana. Hop. Quloqni yotishini ko'ryapsiz. Mana boshi tuzilishi, quloq tashashlari. Quloq tashashlari mana hozir. Qulog'i 20 plus bularni. Mana o'zini turishi, keyin mana to'shiga e'tibor bersangiz, mana urg'ochi bo'lishiga qaramasa, mana to'sh oldiga irg'ib chiqib turibdi. Bular endi hozir 5 oylik, 6 oylik, 6,5 oylik qo'zilar. Dumma orqa tomon. Chotki razrezlari keng, mana pol razrezlari. Buni otasi qo'shilgan graf nimasi? Graf o'zida quyrug'i shunaqa bo'lgan. Mashallah. To'g'ri shunaqa bo'lgan graf o'zini mana YouTube'dan ko'rishsa bo'ladi. Hozirda tog'a bular bugun 11-avgust kunida turgan bo'lsak, bularni hozir oilaga eng kattasini ayni aytib o'tib keting-da bu yerda. Eng kichkinasini, eng kattasini ayni aytib o'tib. Yanvar 12-da tug'ilgan bo'lsa, fevral, mart, aprel, may, iyun, avgust bo'ladimi? Hozir 7 oyga yaqinlashgan eng kattasi.
Undan kichkinalari shu 5 oylik 6 5 oylik. Endi qarab turing. Bular 7 oylik bo'lsa, hozir bularni hech bo'lmagan sizdan olgandaki 14 oyda qo'yish kerakmi buni? Yo hozir aybar bir 10 oylik bo'lgani qo'ysa bo'laveradi. Hozir mana bularning bo'yi 80 sm 80. dadil. Balki balandroq hamdir. O'sishi hozir rosa zo'r o'sayotgan vaqtda. Endi buni olib Qo'shqorga qo'yib qo'yilsa, bu o'smay qoladi. O'smay qolishi mumkin, chunki hali homila tushgandan keyin homilani ham boqish kerak edi. Agar buni boqib shu ikki tish qilib turib qo'yga qo'yilsa, bularning bo'yi 90 sm dan kam bo'lmaydi bular. Chunki graf ham, zakat ham o'sha katta liniyadagi nimada. Endi hojiba bitta narsa, o'zingizni qo'rangizdek qo'l. Menga graf taniyman, lekin zakat svetliroq, sal suyak qalinroq ko'rinyapti-da. Bunlar razrez kalla garbonozlari ham boshqacharoq ko'rinadi, xudo xolasa. Oliy hakam xalqda ko'rayotgan odamlar juda ular ekspert bo'ladi. Ikkalasining farqini so'ragan bo'lyapkan bo'lsangiz kerak edi, graf bilan zakat. Ha, farqini so'raganim, buni narxi qanaqa? Graf bilan bunaqaki ikkalasi ham kuchli liniyani qo'chqori, kuchli liniyani qo'zilari bular. Zakat o'ta eksteriyer bo'yicha kuchli qo'chqor. Chiroyi bo'yicha zakat ketadigan yo'q. Graf vesovoy qo'chqor. Endi shu bilan birgalikda zakat ham mana kastak ko'ryapsiz mana shu. Mana kastak kattaligi mana. Ana. Kastak ham kuchli. Bunda razrezlangan ko'rsat. Bunda ham eksteriyer bor, ham ves bor. Larimiz dumba razrezlarga ham e'tibor beringni. Xudo xolasa muammoli bo'lmaydigan. Yung hozir to'llari hozirgi talabga javob beradigan hojibi, ha? Buni endi asosini buni bizga ko'paytirish geni deysiz. Bu genida xudo xolasa bozorda ham mana shunaqa svetli qo'ylarimiz juda ham ko'pda, 10 million, 8 million. Ashini tushuntirib o'tib keting obunachilarga. Ertaga negativ kerakmas bizga ham. Bu qo'ylar mana insoniyatda 7 otasi, 7 avlodi degan gaplar bo'ladi-da. Bularda ham shunga o'xshagan bo'ladi. Bularda asosan yaxshi bola berishi, o'sha liniyaning ushlashi bu qo'ylarning genetikasida. Nima uchun qo'chqorlar qimmat? 50 ming dollar, 80 ming dollar deyapti. Nima uchun? Bular geni kuchli bo'lganligi uchun, stabilniy bir xil bola berganligi uchun nima qilinadi? Mana masalan, mashinada 6 yil, 7 yil, 6 yil mobaynida bularning qoni tozalab kelindi-da. Men o'zim mehnat turibdi-da buni tezda Xudo xolasa. Mana men bitta ham urg'och qo'y sotmaganman shu vaqtgacha. Men 50 chiqaryapman. Endi birovga sotsam ham uyalmaydigan holatda-da. Mana shu polon liniya, mana shu qo'lingizda ushlab turgan zakatni qizi. Zakatni qizi. Buni tub tagi Shirokovskiy liniyaga borib qadaladi. Hojiba, uzunligi boshqasi bundan anaqa topa olmaysiz-da, ayb topa olmaysiz. Qulog'idagi nomeri tushib qolibdi. Qulog'idagi nomer qadaymanda buni adashib ketmaslik. Mana joylashishlar, obunachilar ko'rib olasizlar. Xudo xolasa sveti, kassalari, zakatga ham xudo xolasa bilmaganlar zakat qo'chiqlarimiz ham haqiqiy deyish. Shuni oqligi mana shu. Hojata endi buni vaqtimiz chegaralangan. Xudo xolasa buni ichida masalan mana shu qo'lida ushlab turgan qo'yimiz nechi pul narxi? Unaqa biz obunachilarga 50 ming, 40 ming dollar bepoda olmaydi hojiba. Buni kelishtirib yengilroq qilib bering. Shu o'zimiz chortag'imiz mana shu vodiyimizda qolsa yana xursandmiz. O'zi kecha Bishkekdan keldim. Bishkek bozorida bo'ldim, boshqa mana mashinaga o'xshagan genetikasi edi. Genetikasi qanaqa, qaysi darajada tozaligini bilmayman, lekin ko'rdi shunaqa qo'zilani 20 ming, 25 ming dollar deyapti-da. Endi 20 ming, 25 ming dollar endi mayli endi kim har kim o'ziga bog'liq. Endi men bularni aytdimki, mana shu tanlab olishini 5 ming dollardan dedim. Bu meni 6 yillik mehnatim. Buni bu onasi qachon tug'ilgan, qaysi chisloda, qachon qochgan, o'zi qachon tug'ilgan, boshqasi, otasi kim bo'lgan hammasini menda kelsa 3 yillik, 5 yillik bularni salnomasi bor-da. Buni buyurgi emas, bundan oldin men isbotlab bera olaman. Hojiba, buni bundoq qiladi. Endi 5000 puli bari ham bor, 10000 puli ham bari ham bordir, lekin shunga qiziqib turib, masalan 2000, 3000, 4000 darajada puli bor odamlar ham bor. Buni pastini ayting bizga, eng balandini ayting. Mana yerda mana qo'zilar turibdi, oyiga kichkina qo'zilar. Buni mana hozir kelib shuni tanlab olsa 5000 dan. Neriyada ham qo'zilar bor. Agar bularda masalan 3000 dan boshlanadi. 3000 dan 5000 gacha-da. Bu qoradami? Yo'q, masalan bu qoradagilar endi pashta shu 4 ozgina kalibasa qiladi, ozgina o'tib beriladi mayli. Hojiba, buni bizning obunachilar kelsa, yana ham tushib berasiz. Xudo xolasa o'zimning aka-ukalarim ham bo'lishadi. Mayli. Xudo xolasa yengilroq qilib berasiz aka. Bu Jamoliddin to'g'risi gapida bu 1 yil 2 yilda bino kelib qolmas ekanda.
Yana bir narsani aytib o'tamanki, o'zim boshimdan o'tgan narsani aytay. Mana ko'pchilik biladi, meni ko'rgan oldingi videolarda ham. Men shu paytgacha urg'och sotmay kelganman. Nimaga? Shu darajaga yetib olish uchun agar 1-klass, 2-klass qo'ylarni olib turib, zo'r qo'chqor qo'shgan taqdirda ham yaxshi darajaga yetish qiyin ekanda. Uning uchun vaqt kerak ekan. 3 yil, 4 yil, 5 yil o'tib ketar ekan. Hoji buva, sizdan olgan odam siras kirsin, duo qilsin, kelishtirib bering. Xudo xolasa mana yoqda yili yotmishda qo'yingiz turibdi. Yaxshi qo'chqorlarni oldingiz qon almashtirgani. Xudo xolasa kelishtirib beringlar, obunachilar kelinglar. Mana qo'ylar bir tekisda, kichkina qo'ylar emas. Xudo xolasa kesani tepasida Mana shular 6 oylik 6 oylik, 7 oylik atrofida mana kalla oshlarga e'tibor beringlar, mashalloh deb bezlar. Bu yerga chakana ham mehnat ketmagan. Hammasini dumbalar tikka. U yoq bu yoqdan qo'y olib qo'shilmaganda. Qo'shilmagan. Hammasi qo'y seleksiya qilib kelinayotgan narsa-da bu. mana. Akalar buni kichikroq varianti bor, uni ko'rsatamiz. Xudo xolasa qo'chqor qo'zlardan ham sotmayman deganlari bor, lekin sottiramiz. U yetishibdi, palovlar. Bularni ham xudo xolasa ma'lumotini beramiz. Videodan uzoqlashmay like bosib kuzatib turinglar. Ukalarimiz yoshroq qo'zini, mana shuni xuddi mana shuni o'zini ukalaridan puli sal qulayroq bo'lsin degan aka-ukalarimizga bo'lar 75 plus minusda, lekin qani bir xil. Xudo xolasa mana ranglariga, tizimlariga e'tibor bermani. Xudo xolasa bu qo'ylarimiz mashina yashiga yetganda, xudo xolasa o'ta elita qo'ylar bular. Birinchi sort emas bular, oliy sort qo'zlar. Xudo xolasa buni tevasida juda katta mehnat turibdi. Aka-ukalarimiz sana sirras boshlayman degan aka-ukalarimizga qo'chqarimni ham o'zim qilib beraman, bir-biriga tushadigan deb aytdilar. Kelib, qo'llarini qisib, chiroyli duolarni olib, muomala qilsana berishadi mana qani. Mana qo'zlar mashalloh. Boshlash kerak mana ekan. Haqiqiy oliz bu birinchi sort emas, tog'a, to'g'rimi? Yo'q. Bular elita qo'zilar. Elita. Prosta bular mart aprelli qo'zilari bular. Mart aprel. Yoshda 5 oylik, 4 oylik, 3 oylik, 5 oylik qo'zilar. Aka-ukalarimiz mana yaxshilab e'tibor beringlar, sariq tasmalar zakat. Mana rangini ko'ryapsizlar. Endi zakatni sal ulg'ayganning rangini ko'rsatib qo'ydik-a. Xudo xolasa zakat buni qizil tasmalar graf. Qora qo'ydan ham qanaqa tushishini ko'rsatib qo'ydik, qorani ushlagan, qora qo'zlarga. Mana bitta qora qo'ylari berdi. Qora qo'y bor eksperimentga. Bu qarasham mana. Mana akalar qorani ajoyib ekan, mashalloh. Mana kam go'sht. Haqiqiy endi qo'limizdan kelgancha tushunganimizcha aytib akalar. Endi hozir yosh bulo mana yosh arashanchilik chiqib ketdi-da hoji bu. Oddiy qo'ylarni ham ko'rsatib turib arashan, yo'qmasa bir joy berib turib negativ bildirib, bu qo'y, bunaqa bu qo'y. Bu aqllilik qilib bo'lmas ekan aka-ukalar. Mana ekan, mana shu yerda. Mana yoshligida qo'y har xil tizimga bu hali 10 xil to'rga turadi, to'g'rimi? Borgan sari oqarib, qizarib, qo'zijini bilanda. O'shanga yangi boqayotgan arashanchilarga, yangi boshlagan u aqlli seleksiyachilar u kerak emas akalar. Xudo xolasa mana katta yerlarga kelib, malagan oshirib, bega bu videoni chiqarishimizdan oldin 5 marta, 4 marta keldi akalar. Xudo xolasa bu opoddadan yo bulardan masalan Qo'qonga bordik, 5-4 yerga borib, nimaga maqsad? O'zimiz gapirishmas. Mana mashq qo'zlar bo'ri turibdi hozir. Ko'rgan odam oddiy qo'y deydi, lekin mana ekan. Qancha katta bo'lgan sari oqarib zo'r bo'lib boryapti. Shuning uchun bu qo'ylarga negativ kerak emas. Alingni duo qilinglar, Xudo xolasa yaxshi narsalar. Buni ham narxi keladigan bo'lsa, tog'a past qancha buni? Masalan, eng ixchamini bering deganlarga. Eng ixchamini bering deganlarga 3000 ga beraman. Kelishtirib berasiz, tog'ajon. Kelishtirib beraylar, Xudo xolasa u aytilgan gap emas, kelib ko'zi issiq gaplashib, Xudo xolasa kelishaylikni, Xudo xolasa zo'r qo'zilar ekan. Ana shu o'tgan yili videoga olinganda Monster degan qo'chqor reklama qilingan. Ha, qilingan. 20 ming dollarga baholanib, nimaga ketgan Xorazmga. Ana shu quloqda birka 0213 ana 02 lar turibdi-yu. Ana shular bejuviy, deydimi? Qas? Oranjoviy birkadagilar shu Monster qizlar. Mana shular Monsternikimi mana shular? Monster qizlar. Demak, mana qora ham Monsternikimi? Qora ham Monster. Mashalloh. U ham zo'r qo'chqor bo'lgan. Qancha sotilgan hoji ota u? U mana buni 20 mingga Qirg'izistonga sot deganda 2 kishiga sotmasdan nimaga Xorazmga berib yuborilgan. Chunki Xorazmlikka va'da qilingan bo'lgan. U o'sha olish jarayonida ham ishtirok etgan bo'lgan. Xudo xolasa bulardan hammasi sotiladi. U eng chiroylig'ini bekitib, app bo'lish kerak. Kelgan odam tanlab, puliga qarab kelish olaveradi. Bitta narsani faktini qilib ketaylik, bu yerda eng patologik 5000, bu kelib tanlagandan keyin 10 minglik qo'yib, bu 20 minglik demas hoji, ha? Mana mashq qo'zilar, mana mashq qo'zilarning ichidan 7000, 8000, 10 minglik qo'zilar bor. Tushuntirman. Tushirib qo'ydim, aytib 5000 dedim. Shunga biz buni tuqqandan keyin bolasini ko'rib, boshqasini ko'rib
Xolasa kelib men buni 5 yil 6 yilgi sulolasini ham aytib beraman, chiqarib beraman. Daftarlarim bor men arxivda. Tushunib turibman. Be kelgandagi mana shu devoltayda kashab turgan qo'yi bitta zo'r obunachimiz qiziqib turib, zo'r qo'chqor olganda 10 ming, 15 ming, 20 ming olgan odamlar kilo ashini chiqading oldim 5 ming desa yo'q demasdi, Hojibek. Beraman. Lavz ketdi akalar. Xudo xolasa kelingni zo'r qo'ylagan. Videodan uzoqlashmay turingni, qo'chqorlar bor. Bitta dahshat qo'chqori bolasi va shuni ham ko'rsatib o'tamiz. Aka-ukalarimiz mana qo'chqorchalariga ham e'tibor beraylik. Xuddi ular ham 5 oylik, 6 oylik atrofda, Hojibek. Tengda. Xudo xolasa ashlar bilan teng quloqlarni qara, nima deyapti ular quloqlari? 22, 23 mi deyman? Mana shu graf ha, mana shu qizil tasma. Bu qizi ana Shafsarbirka, bu monster Bu bo'ladi. monster, mashalloh. Shafsarbirka monster. Mana suyak. Mana shu necha oylik mana shu monster? Monster 6 oydan endi. Bu monsterdan bitta app olaman dedingiz. Nima qilasiz buni? App olasizmi yo sotaverasizmi? Bahoza kesib sotaman. Mana akalar. Lekin bunida Jamolning eng qiziq yeri. Monster nimasi qiziq? Mana mashqozlar bilan tengda. Suyagi qiziq shekilli bizga. Suyagi. Buni suyagi. Mana tomosha qilayotgan o'rtoqlar o'zi ko'rib turib nima qilsa mana ilik turibdi mana shu. Mana shu yerni o'lchab ko'rsin, katta qo'chqorlarnikini. 11-12 sm chiqadi. Buni mana iligini o'zi 10 sm dan baland. Mashalloh. 11-12 bo'lsa kerak. 12 bo'lmasa 11 borda. Mana iliklar mana. Demak, mana shu ham monstermi mana shu? Yo'q, bu zakatda. Zakat. Kech tug'ilgan bolasi enasiga ajratib qo'ygan qizil birka. Bu monsterdan bitta qo'chqor quloq 22 shekilga. Quloq 20 dan baland. Mana zakatdik. Akalar qaysi turda qo'chqor sog'liqlari bo'lsa, xudo xolasa bor ekan. Zakat esa. Lekin qo'chqorlari ham uni emas, mana shuni bitta ko'rsating. Sal yash kattaroq bo'lganda sviti ham o'zgarib borar ekan, Hoji tog'a? Bu boshqa liniyadagi qo'chqor. Bu qaysidan? Ataman. Shoh chiqyapti bunda. Atamandan ham bor ekan mana akalar. Qani? Mana kassak bunda. Bu ham ajoyib qo'chqor ekan, Hoji bu. Bu o'zingizda tug'ilganmi yo kelganmi? Yo'q, tug'ilmagan. Buni onasi bilan kelgan bu. Mana ajoyib ekan. Borini borda aytish kerak-da. Onasi bilan Qirg'izistondan o'tgan. Hozir mana yerda eng qizig'i shu yerda bitta qo'chqor bor mana zakatda. Mana ham zakatni bolasi mana. Zulligini qarana, mashalloh. O'tdi. Akasini men Toshkentga meni ko'rib turgan bo'lsa, toshkentlik yigitga sotganman-da. 11 oyligida 120 kilolik bo'lgan ekan. Mashalloh. Buni haqiqatda chiroqli bitanasini qilib baqilsa inshaalloh zo'r bo'ladi. Akalar, adashmani, mana urug'liqqa qo'chqor istab yurganlarga, mana urug'liqqa qo'chqor. Bularni ham Hoji boy bitta gapda, sizni telefon qilmadi, puli yetgan odam qilib olaveradi. Endi buni mehnati ozmuncha bo'lmagan. Yengil butadigan atrofini aytib o'tib ketamiz. Qo'zilarni, mash qo'zilarni. Anu monster nimasi balandroq uni. Buni tushundim. 4000, 5000 ga berilmagan. Agar shunga ko'tarishsa beraman. Lekin qolganlarni 3000 plus minus. Minusi ham bor, 3000 minusi ham. Kichikroqlari minus, xudo xolasa. Ular minus mana. Mana minus qilib bersa bo'ladi. Endi boyaga ushlaganingiz plus, Plus shunaqa, 3000 plus minus. Lekin monster agar haqiqatan shu monsterdan ko'p qo'zi tug'ilgan. Hech qaysi qo'zi mana o'zi 10 ta 20 tadan bitta chiqar deydi-yu. Buni o'zimga da olib qo'yganman. Agar qiziqqan odam oyoqlarida kasalarni ko'rsa 5000 ga berib yuboraman monster bo'ladi. Mana akalar, u 4 ishli qo'ydan bunaqa kassak ko'rmaganman. Men ham ozmuncha tushunaman, sirazatdim. Nimasi qiziq deydilar, kassaga xudo xolasa zo'r ekan. Akalar, xudo xolasa aytilgan narxlar yana aytaman, muhim emas. Videodan uzoqlashmay turingni, oxirgisiga juda ham boshqachasini ko'rsataman. Bu zakat mana masala mana. Bu zakatda garbonoz ham bor, quloq joylash, to'sham va akalar kelinglar. Xudo xolasa buni maqtasak ta'rifi ko'p akalar. Xudo xolasa yaxshi, bizga yoqdi. Mana shuncha mana o'zimizda Chortoqdan mehmonlar kelgan. Qanaqa ekan akalar? Hoji buva? Hammamizda bo'lsin, 1000 tadan, 2000 tadan bo'lsin. Xudo xolasa mana shu qo'ylarimiz xudo xolasa Chortoqqa olib ketamiz. Mayli, berib chiqsin. Xudo xolasa like bosib kuzatib turinglar, oxirgisiga juda ham boshqacha menga yoqqan qo'ylarni ko'rsataman. Boshqacha yoqqan. Kelar oxirgi partiyamizga o'sha taniqli Dilemi degan qo'chqorni promoy o'zini Dilemi Dubay degan, klichka Dubay ham o'zi. Dubay degan. Judaligi jarangdor chiqargan mashalloh. O'zi ham bolani ham jarangdor berib qo'yarganda mana ekan. Bu qo'chqorchami, sog'liqchami? Bu qo'chqor. Qulog'i necha oz mana shu turishdi? 20 balandda buni endi hammasi qulog'ini o'chirmaymiz. Mana hozir
26 chiqadi. Dumma Rasatda endi quloq mana. Dumma razrezibdi ko'sti. Svit hozirdan joylab qo'ygan bu-ku. Ha, Dubay o'zi shunaqa bo'ladi. Sabri yo'q qo'ygan ekan bu, sabr qolmas ekan bunda. Sirraz yetkazar ekan ma'lumotini. Mana. Aka ukalar mana shu oddiy yosh sog'liqlardan tushgan bola mana. Qo'zi bo'lgan. Qo'z ha. Mana endi bitta suribdi bu qizi. Mana grafi ham tushlang. Mana bu oddiy qo'ydan chiqqan. Oddiy, ha. Qo'ydan chiqqan qo'zisi mana. Dubayniki mana. Shuni onasi qaysi edi? Buni onasi boshida qashqasi bor. Mana u. Onasi mana. Mana. Endi farqini ko'ring mana. Bolani qarang. Buni rangini qarangda, buni rangini qarang. Birinchi bolasimi hoji? Ha, buni birinchi bolasi. Ashi gap ham rost ekanda, bir 70% qo'chqor ham bo'lish kerak asosan deng. Onasi ana. Onasi boshida qashqasi ham bor mana. 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 O'tda me'yori qo'y. Ota miyora qo'y mana. Boshda o'z rangini qarang. Lekin tana baribir yung toza ekanda bu. Mana rangini qarang. Ya bo'ldi, qiynama ota bo'ldi. Mana rangi. Mana. Hojiba bu yerda eng qiziq bo'layotgan narsa obunachilarga bu qo'chqor qaysi qo'chqor aytib chiqchi? Bu kassak, bunaqa kassalik qo'chqor ko'rmayman, mashalloh mana. Bu qo'chqor Chaqaloqdagi Iqboljonda. Iqbol akamdagi u. Iqboljonda Udar degan qo'chqor bo'lgan endi. Endi birinchi oshib. Kisira ko'p ekan. Qo'chqor bolasi bu. Bu qo'zi. Endi ekishga buzyapti. Quloq 25 midi? Yo'q, quloq 20 shu atrofida. Inshaalloh. Oldi korpuslarni ko'rsatchi. Oldi korpuslarni. Mana. Oyoq mana bo'lar ekan. Bu qo'chqor mana masalan, manaqa elitni qo'yib boqqan odam elitni qo'chqor qo'shmasa darajaga yetgan. Bu xudo xolisa qon almashtirar ekansiz-da. Buni nimasiga oldim bu qo'chqorni? Bu qo'chqorda mana kasyak bor-ku mana. O'ta yo'g'on mana. Mashalloh. Mana kasyak o'ta kuchli-da bunda. Biz ham xudo xolisa bu yil sinadim, mana ham udari qo'shganman mana puli. Bunaqa qo'chqorlar arzon bo'lmaydi. Arzon emas. Lekin qo'shmasangiz yaxshi natijaga erisha olmaysiz. Xudo xolisa. Hojiba, xudo xolisa videoni imkon bersa yetkazdik. Endi qanaqa qo'ylaringiz bor, yana ma'lumot beradigan. Bular sotuvdaman Dubayda? Yo'q, Dubayda o'zi bitta qo'zi qo'chqor qolgan xolos. Boshqalar sotilib ketgan. Tengi chiqsa, Puli kelsa sotadi. kelsa beraylik, biz nima qilamiz buni? Bu lan shu qo'ylaringiz xudo xolisa. Hop, kerakli ma'lumotni pastki nomeringizni, shogirdingizni, o'zingizni nomeringizni qo'yib qo'yamiz. Xudo xolisa obunachilarimizga to'liq ma'lumotini berasiz. Hop, imkon bersa biz obunachilar kelsa qulayroq qilib Jamoliddindan keldim deysa, yengilroq qilib bering. Ilojini boricha. Hammamizda bo'lsin, tarqating, buni qizg'anadigan narsa emas, xudo xolisa. Bu yil o'sha yerda ko'rdim, 50 ta qo'yingiz bor ekan, yana ko'payishsin. Bundan zo'rlar tushsin, xudo xolisa. Mana shu qo'ylarning onalari bor-da. Mana shu akalarimga ham o'z bitta-ikkitadan berishadi deb ketamiz, xudo xolisa. Aka-ukalar like bosib, obuna bo'lib, kuzatib turinglar, shunaqa zo'r yerlarga kelish davom etadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.